biz sizga xohlasangiz bundan, xohlasangiz bundan. Bu yog'i endi cho'qiga qarab deydi-yu. Keling endi ishlatib ko'rsatib beraylik va yangiliklarimizni bo'lishaylik. Altemur sizlarga yangiliklarni juda ko'pini tayyorlab qo'yibdi. Akalar, mana nima deyapti? Bu yog'iga endi siz faqat tashqaridan almashadigan variantini xarid qilasiz inshaalloh. Albatta aka, Sardor aka, bizning apparatlarimizni shunday tuzilishida ham va mana bunda yonboshlab turadigan ham, xohlasa mana bunday tikka holatda ham ishlatish mumkin. Xohlasa mana shunday tikka holatda, xohlasa yonboshlagan holatda. Va setkalari yonboshdan almashadigan bo'ldi. Almashaveradi. Xudo xolasa. Pichoqlari o'sha kuydirilgan segment bo'ladi va zavodskiy mahaviklar. Albatta, narxlarda ozgincha o'zgarishlar ham bo'ladi, Sardor aka. Xohlasa mana shunday 4 oyoqli, xohlasa bu tomonda 3 oyoqli o'zimizdagi o'sha trenddagi apparatlarimizdan ham bor aka. Hozir akalar buni idishini ko'rib o'zingizcha haligi deb o'ylashingiz mumkin. Bu 4 oyoqlining nima farqi bor? Kelinglar, motorida va mahavigida ham farqi bor akalar. Original mahavik bor va o'sha qalin lisligi bor. Qalin lisli mahavik bor, lekin bularimizga o'sha original mahavikdan qo'yilgan va kuydirilgan segmentdan qo'yilgan. Zo'r. Endi Sardor aka, bizning alohida chiqib turgan mana shu yonboshlaydigan apparatimizda nomi Champion apparat. Champion. Nariga mana bu tomonda o'zimiz hop bundan oldin ishlab chiqarganimiz 3 oyoqli variantlarimizni, bularimizni nomi Like bo'ladi. Alohida chiqqanda menga Like yoki Champion apparatdan kerak desa, xudo xolasa tayyorlab beramiz. Bu apparatlarimiz ham Sardor aka, xohlasa mana bunday dumaloq variantda, xohlasa mana bunday to'rtburchak variantda tayyorlab beramiz. Tepa bunkerlarini ana talab va asarlarga binoan. Bu yog'i endi buni bilardilaring, bitta kurchoklaydi, og'zlari keng va mana bunday variantida. Endi buni mana talab va takliflardan kelib chiqib, to'rtburchak, bu yog'i endi bu yog'i yumaloqni bosadi. Albatta. Bu mana shu 3 oyoqli o'zimiz hozir trenddagi apparatimiz ham aka, setkalari yonboshdan almashadi mana. Uje unga ham yangilik kiritdi, to'lig'icha. Setkalari yonboshdan almashadi. Hammasi to'lig'icha balonchalar bilan jihozlangan. Narxni eshitib hayron qolasiz, akalar, narxni eshitib hayron qolasizlar. Kelinglar. Hop, bu yerda narx motoriga qarab bo'lyapti va o'zimizda o'sha eski narxlarimizni qanchaga arzonlaganini ko'rib chiqasiz va ishlatib ustida ko'rib va unga baho berasiz. Albatta. Sardor aka, ishlatib beraymi yoki narxini aytib ketaymi birinchi o'rinda aka? Davay narxlarni aytamiz va odamlarga qiziq bo'lsa o'zlari ko'rishadi. Mana bu tomondan aytamiz aka. Ketdik. Mana bunday 3 ta oyoqlik mana shularimizni narxlari hop 6,5 kilovat, 3,5 yevrolik narxi hop 2,600,000 so'm. Eslatib o'tamiz, birinchi o'rinda ushbu aytilib turgan narxlar mana shu yerda Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Altemur korxonasida, mana shu yerda showroomdagi narxlar. Dastavkaga alohida vodiyga hamda vohaga narxlar o'zgaradi, akalar. Bu narxlarda siz ko'rinishi bir xil, motorida farqi bor, shunisiga ham ahamiyat berasizlar. Kilovat aytilib turgandagi narsaga vнимательно iltimos qilib qolaman, diqqat bilan eshitishingizni. Xo'p, 6,5 kilovatlik yozilgan, boyagi aytib o'tgan motorimiz, yomonlamaymiz, u ham ishlaydi. 6,5 kilovatlik. Hop, 6,5 kilovatli motorimiz, alyumin o'tgan narx 2,600,000 so'm, Like'da. Xohlasa dumaloq variant, xohlasa to'rtburchak variant aka. Hop, keyin mislik 6,5 kilovat mislik narxi 2,800,000 so'm bo'lyapti aka. Xohlasa mana bunday dumaloq variant, xohlasa to'rtburchak variant aka. Shu Like nomli apparatimiz. Like nomli motori 6,5 kilovatlikning narxi. Alyuminga mislik variantini aytib o'tdik. Mana endi sizlarga bularni yana farqini ko'rsatib beramiz. Xuddi o'sha hozirgidek drabilka, to'rtburchak xohlasangiz, xohlasangiz dumaloq variantda biz sizga taklif qilib qolamiz. Endi motorlarda farq bor. Segment pichoqlari originaldan va mahaviklarim originaldan va motorlari ham eng originaldan. Altemurda endi u ham har xil brendda keladi, o'zimizga maxsus aka. Hop, unimizda narxlari hop 3 million so'm chetdan edi aka, 2,900,000 so'm bo'lyapti endi. 3,300,000 dastavkasidan. 3 kilovatlik. Hop, 3 kilovat, 3 megawatt alyuminligimiz 2,900,000 so'm. Hop, va misligimiz 3,800,000 so'm sotilgan. Keyin o'zimiz zavodimizdan olib ketish narxi 3,5 million so'm sotilgan. Keyin mana hozirgi kunda aka o'sha maxsus eng originaldan Ramazon aksiyasiga xudo xolasa 3,300,000 so'm qilib qo'ydik. Dadan deb turib 3,300,000 so'm derdik, xudo xolasa unaqa demadik. 3,300,000 so'mdan. Boya ana ta'kidlab o'tyapmiz, 6,5 kilovatlik xohlasangiz 3 kilovatlik Altemurnikidan originalidan oling motorimizni. U yog'ini xudo xolasa biz sizga eng ishonchlisini bemalol tavsiya qilib qolamiz. Xohlang yumaloqda, xohlang to'rtburchakda. Kimgadir yoqar lola, kimgadir atrofli shaydosi deydi-ku, xuddi o'shanda tanlaysiz akalar. Ko'rinishi bir xil, lekin endi bu chempionmidi? Bunimiz Champion nomli apparatimiz. Haqiqiy chempionimiz mana shu bo'ladi. Yonboshlaydi. Xohlasangiz mana buni tikka holatda
Xo'p, xohlasangiz buni ham to'rtburchak. Albatta, xohlasa to'rtburchak holatda, xohlasa mana bunday dumaloq variantda sizlarga. tanlov bor, xudo xohlasa Sardor aka. Endi bular haqida ma'lumot berib o'ting. Xo'p, bularimizda Sardor aka 6,5 kilovat, xo'p, o'sha alyumin motor qo'yilganligi, o'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi 2,7 million so'm va misli qo'yilgani 2,9 million so'm. Endi bularimizga o'sha Altemirda o'zini maxsus motoridan bo'lsa, undagi narx aka xuddi shu narsa. Xuddi mana shu narsa aka. Faqat motorida farq bo'ladi. Faqat motorda farq bo'ladi aka. Uni narxi o'sha 100 ming so'm qo'shiladi aka. Masalan, nariginda 2,900 aytgan bo'lsak, bunda 3 million so'm bo'ladi. Va narigisi o'sha misligi 3,400,000 so'm bo'ladi aka. Ha, demak, narigini nisbatiga 2,900 bo'lgan bo'lsa, bu 3 million so'm bo'lyapti. 3,300 bo'lgan bo'lsa, 3,400,000 so'm bo'lyapti. Albatta, like bilan chempionda ozgina farq bo'lyapti aka. Motorda farq bo'lyapti. Oyoqlarida udobnilik sizga yonboshlayapti va tikka turyapti. Albatta. Qaysi birida ishlasangiz ham bemalol. Va albatta yumaloq xohlasangiz yumaloq, xohlasangiz esa to'rtburchak. Bemalol tanlov o'zingizda. Endi shuni 6,5 kilovatligini ham aytdik, mana bunisini ham aytdik. Hop, akalar, sifat o'zgargani yo'q. Sifat o'sha shunday holat o'tibdi. Endi drabelkalarda bir qator chiqarib ko'rsatib beramiz. Undan oldin meni molim ko'p edi uka. Iltimos, menga 220 lardi emas, 380 lardi aytib ber degan akalarimiz bor. Nasatkalar akalar mol uchun, qo'y uchun, yarma uchun va un uchun bo'ladi mana. Hammasiga bor aka. Hammasi tashqaridan bo'ladi. Hammasi tashqaridan bo'ladi. Tikka bo'ladigan-u, to'rtburchagiyu, yumalog'iniki ham, ha? Hammasiniki farqi yo'q aka. Endi o'sha mol qo'yi ko'p akalarimizga aka, mana xudo xolasa 380 apparatlarimizga 500 ming so'mdan va undan yuqorisiga skidka qilib yubordi aka, xudo xolasa. Ramazon oyi uchun, xudo xolasa. Har biriga. Albatta. Xo'p, bizda bor 4 kilovatlik. Aha. Narxi 4 kilovatlik 4,5 million edi, 4 million so'm o'zimizda Altemir narxi aka. Xo'p, bunisi 5,5 million, 5 million sotilgan, bunisi 4,5 million qilib qo'yapti Sardor aka. Bunimiz 9,5 million sotilgan, 7,5 kilovatligi narxi 8,5 million so'm bo'lyapti. Ana. Endi bunimiz 11 kilovatlik. Hop, buni yangi motorligi 13,5 million sotilgan, 13 million, 13,5 million sotilgan, narxi 12,5 million so'm bo'lyapti. Agar rossiyskiy motor bo'lsa, uni narxi 11,5 million so'm chiqyapti aka. Xudo xolasa. Xo'p, bizda yana nechiliklarimiz bor? Orasida 15 bor, endi bunisi 18,5 kilovatlik, narxi 18,5 million, 18 million sotilgan. Hozirgi kunda narxi 17,5 million so'm bo'lyapti Sardor aka. Ana akalar. Endi bunimiz eng katta polvonni eng kattasi o'sha 20 kilovatlisi yangi motor bo'lyapti aka bularimizda. Hop, narxi o'sha 19,5 million so'm, 20 million sotilgan. Hozirgi kundagi narxi 19 million so'm bo'lyapti Sardor aka, xudo xolasa. 819 million. 819 million so'm. Akalar, undan tashqari 11 kilovat va undan yuqorilariga biz sizlarga mana bunday don uchun maxsus va o't uchun mana bunday maxsus va undan tashqari shit o'sha to'kingizgacha, menagacha yetib boradigan kabellar bilan qo'shib beramiz. Faza zashtalari bilan. Va albatta xudo xolasa yetkazib chiroyli qilib beriladi. Xohlasangiz bundan olishingiz mumkin bo'ladi. Mana endi sizlarga chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani buni ko'ringlar shu o'zlaringiz ko'zingiz bilan. Xohlasa mana bunday tikka holatda, xohlasa o't solyap turgan bel og'rib qolsa aka, mana bunday yonbosh holatda ham bemalol chiqarishi mumkin. Bo'y pastroq akalarimizga ham, ha? Bo'y pastroq akalarimiz mana shunday yonbosh holatda ham chiqaraveradi. Mana shu yonbosh holatda chiqarib beraman aka. Bo'laveradi. Bosing chiqarib bitta. Bismillah. Qo'shib chiqyapti. Makkapoya. Makkapoya. Ko'pchilik hali ko'pga chiqqani yo'q, mana Makkapoya me'mor. Xohlasa mana bunday qo'yib ko'radi aka. Qo'hon chiqarib ko'rsatasiz. Qo'hon ham chiqarib beraman. Agar xuddi shunday changishini xohlamasangiz, mana narsadan bemalol bitta xarid qilsangiz bo'ladi. Bu mana shu changishlar, mana shunaqangi hamma joyga chang ko'tarishlarni oldini oladi va sizga zo'r samarali yechim hisoblanadi. Bu narsadan xarid qiladigan bo'lsangiz, akalar, sizga mana bunday upakovkada bo'ladi. Tayyor. Shuni bir-biriga ulasangiz bo'ldi. Bu yog'iga endi mana
tayyor bo'ladi. Xudo xolasa, buni narxi qancha bo'ladi Temirbek? Buni narxi Sardor aka, hop 350 ming sotganmiz, buni o'sha 300 ming so'm qilib qo'yganmiz aka narxiga. Xudo xolasa. Ramazon aksiyasida. Hop, zakaz bersa shahar markazidan oladi. Agar bitta o'zim bersa, agar drabilka bilan zakaz bersa, xudo xolasa uygacha yetib boradi aka. Yetib boradi. Inshaalloh. Mana drabilkalarimizga vodiyga qancha, vohaga qancha bo'ladi? Hop, bu 220 volt drabilkalarimizga vodiy ichiga 150 ming so'm, 200 ming so'm qo'shilib qoladi. Hop, vohaga bo'lsa 250, 300 ming so'm qo'shilib qoladi xudo xolasa aka. Dastavkalari manzillargacha olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz inshaalloh. Xo'p, donam chiqarib ko'rsatib beramizmi? Albatta, ozgincha donam chiqarib ko'rsatib beramiz. Xo'p, ko'rgan ko'zga misol uchun donam chiqaradi, mana bemalol akalar. Mana. U qaysi yarmadan? Yorma holatda mahkamadan. Qonli qo'yamiz. Endi bunisi mana. Xohlasa yorma holatda, xohlasa mana bunday kepak holatda chiqarib beradi aka. Sepib beradigan holatda bemalol mana olaverasizlar. Xudo xolasa. Bu yog'i endi bilasizlar, temirdan ishlab chiqarilgan narsalar, u to'rtburchagi, yumalog'i, u farqi yo'q bu narsani. Albatta. Bemalol tanlab olishlaring mumkin. Akalar, bundan arzonroq variantimiz ham bor bizda. Temirbek, ularni ham bir aytib o'tib ketaylik. Bo'ldi aka. Ko'rganlarga bu hozirgiga o'xshashi mumkin, lekin qaranglar, anchagina farqi bor. Buni endi kelinglar, bular haqida ham bitta ma'lumot berib, bu nima deyiladi, bu qaysi nom? Xo'p, buni endi o'sha kichikroq apparatimiz aka. To'liq hamma joyi listdan tayyorlangan. To'liq listdan bo'lgan. To'liq hamma joyi listdan tayyorlangan. Xo'p, motorlari o'sha 6,5 kW motor bo'ladi aka bunda. Hop, balonchalar bor, yetalab yurgani u yoqdan bu yoqqa va setkalari tashqaridan almashadi. Bu ham 4 xil setkasi bo'ladi aka. Faqat endi sal ozgina kichikroq. Buni nimalar ham listda, to'g'rimi? Hamma yo'q list aka. Hamma joyi listdan tayyorlangan bo'ladi. Yangi listlardan tayyorlangan. Yangi lista hammasi aka. Narxi? Hop, narxi alyuminiyligi 2 million 300 ming so'm va misli 2 million 600 ming so'm. O'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi. Mana shu yerdagi narxlar. Mana shu yerdagi narxlar xudo xolasa. Xo'p, 1 million 800 ligimiz ham bor edi. Mana 1 million 800 ming so'mligimiz ham bor edi aka. Ramazon oyiga buni mana obunachilarimizga xudo xolasa 1 million 700 ming so'm qilib qo'ydi aka. Bu ana, xudo xolasa. Ham universal, o't, donlar hammasini chiqarib beraveradi xudo xolasa. 4 xil setkasi bo'ladi. Gavdasi kichikroq. Albatta, gavdasi kichikroq. Endi masalan, hop, ishini 5 minutda bas, ozgina undan ko'proq vaqt qilib oladi xudo xolasa. Bu ham bajaradi. O'tgan safar videoda aytganimizda haligi Matiz bilan Taho'ga taqqoslagan edik. Shuning uchun farqi bor baribir, lekin pulida ham farqi bor. Shuning uchun aytib o'tib ketaylik. 1 million 700 ming so'mdan ekan, xudo xolasa, olaverasizlar 220 da ishlaydi. Xo'p, dukularimiz don uchun maxsus yorib tashlaydi uncha-muncha. Mana setkalari. Hop, setkalari bunda ham 4 xil bo'ladi. Hammasi don uchun. Faqat donlarda yorma va kepak holat chiqarib beradi. Xudo xolasa bunimizda xohlasa mislik, xohlasa alyuminli variantdagilar bor. 2 xil variantda bor. 2 xil variantdagi bo'ladi. Narxlari o'sha misligimiz hop 4,5 million dastavka bilan 4 million so'm o'zimiz chetdan sotilgan. Hozir endi buni narxi 3 million 400 ming so'm bo'ldi Sardor aka. 3 million 400 ming so'm. Albatta, Ramazon oyi uchun 3 million 400 ming so'm. Mana shu yerdagi narx. Ana, drabilka oladigan payt keldi deb bekorga aytmayapman. Albatta, aka, xudo xolasa. Ana o'chi alyumin variantimiz. Hop, alyuminligi o'sha 4 million so'm va chetdan olib narxi 3,5 million sotilgan aka. Ramazon oyi uchun alyuminlikda o'sha mana 3 million so'm qilib qo'ydi aka, xudo xolasa. Gap yo'q. Bitta like arziydi xudo xolasa, kelaverasizlar va bizda undan tashqari jodalarimiz, makka kakalaydiganimiz, bunaqasi hali O'zbekistonda yo'q. Albatta. Qolgan yo'q hali bunaqasi. Buni toklisi ham bor, benzinli varianti ham bor. Benzinli varianti ham bor. Demak, ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, bunimiz narxlari o'zgarmadimi, o'zgardimi? Narxlari hozircha o'sha narxda turibdi. Chunki buni hali yasash, hop, vaqti ko'pligi hisobiga aka. Sal bitta odam tushgandan bunda 2 kun 3 kun vaqt ketadi. Alhamdulillah. Sog' bo'ling. O'shani hisobiga Sardor aka bularning narxi o'sha holatda turibdi. Hop, alhamdulillah, haqqa rost ekan deydi-yu. 220 voltlik narxi, o'sha 220 tokka ishlaydigan narxi 4,5 million so'm va benzin narxi 5,5 million so'm bo'lyapti. O'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi. Hop, bundan tashqari yem-aralash remshalkalarimiz mana bunday kichkina va katta variantlari bor. Bular narxlari o'sha narx turibdi. Hop, 6 million 800 ming so'm balonli variantda, 6,5 million so'm balonsiz variant bo'lyapti, xudo xolasa. Endi bular tanlashaveradi. Xudo xolasa, motorlari yangi, reduktorlari yangisidan qo'yiladi hammasi.
Bu 3 fazalarga ham hop reduktorlari yangi, motorlari o'sha rossiyskiy motor yaxshisidan qo'yiladi aka. Bularda ham o'sha kilosiga qarab narxlar o'zgaraveradi. Demak, bizda 220 ham, 380 ham bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa va undan tashqari Altemur korxonasida o'zini maxsus rezinkalari, qozonlarimiz va undan tashqari garekalarimiz va boshqa narsa, umuman chorvachilikka sohasiga nima kerak bo'lsa, bizda bor. Siz bemalol murojaat qilaverasiz. Boshqa videolarimizda ham ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa. Lekin narxlar bo'yicha eng mana bombasi bo'ldi. Albatta bitta like arziydigan va bitta chiroyli duo qilib qo'yasiz, xudo xolasa inshaalloh. Albatta. Endi olgan akalarimiz, oldin olganlar endi narxlar shunaqa bo'lib qoldi. Bu temir yuqorida yoki boshqa bo'ldi degan gap so'z yo'q. Sifat o'sha, xudo xolasa undan ziyoda qilishga harakat qilamiz. Albatta bu sizlar uchun. Gap yo'q. Temurbek, rahmat sizga ham xursand bo'ldim. Narxlarni mana Ramazon oyida eshitib, bunaqangi narx bo'ladi kutmagan edim. Va albatta sizlar ham kommentariyada nimadir yozib ketsalar, xursand bo'lamiz.